hurmatli obunachilar. Bugun videomiz mana bunaqa printer haqida bo'ladi. Bu printerda 3 ta funksiyasi bor. Printer, kserokopiya va skanner funksiyalari bor. Buni qulaylik tarafi telefoningizga ulab, Wi-Fi orqali bemalol pechat bersalar bo'ladi. Kompyuterga ham ulash shart emas. Yana bir qulayliklardan biri, buni hozir mana zapravkasi hozir Canon 3010 lar ko'pchilik ishlatadi. Canon 3010 ni kartejini har bir oyda yo bir 2 haftada bir marta zapravka qilib kelish kerak. Uni zapravka qilish pul turadi. Buni zapravka bunaqa kartej zapravka qilmaydi. Mana bunaqa o'zini idishlarida ranglari bo'ladi. Shuni o'zingiz bemalol sotib olib, uni 1 yilda bir qilsa ham bo'ladi. Ishlatishingizga qarab bemalol olib, sotib olib do'kondan o'z zapravka qila olsangiz ham bo'ladi. Qulaylik taraflari shu. Hozir sizga yaqinroq tanishtirib o'tamiz bu printerimiz bilan. Undan boshladik. Mana bunaqa ranglar bo'ladi. Ichida o'zini yangi olganingizda shunday e'tibor qiling. Mana bu qora rangi har doim ikkita bo'ladi. Ko'pchilik do'konlarda buni bittasini olib qolishadi. Shuni olgunizcha e'tibor qiling. Qolgan ranglari bittadan, faqat qora rangi ikkita bo'ladi. Shuni aylanib qo'yaylik. Yangi olgandan keyin mana bu nakleykalari bizga kerak emas. Nakleykalarni hammasini olib tashlasham bo'ladi. Nakleykalar asosan korobkaga solingan vaqt, kelgan vaqtda mana bular ochilib ketmasligi uchun korobkaning ichida qo'yiladi. Ishlash boshlangan buni hammasini olib tashlash kerak. Nakleykalarni olib oldik. Mana ko'rinishi. Mana bu yerdan rang qo'yiladi. Hozir rang qo'yishni ko'rsatamiz. Mana bunisi ekrani. Ekrani ham juda chiroyli chiqqan. Mana bu kabelimiz. Kabelimiz mana bunaqa 3 talik kabel, rezetkalar to'g'ri kelmagan uchun mana bunaqa bozordan alohida sotib olishlaringiz mumkin. Bu uncha qimmat turmaydi. 5 ming so'm atrofida turadi. Unday qilib ulolsanglar, bemalol ishlataverasizlar. Mana printerimizni ham ochib oldik. Endi bunga ranglarni qo'yishni boshlaymiz. Mana bunaqa ranglar. Bu o'zini komplektda birga keladi. Keyinchalik rang tugaganda mana shunaqa o'zini original ranglar bilan qo'yishni tavsiya etamiz. Chunki keyinchalik arzon buni ranglari ham bor. Arzondan ko'ra yaxshi o'zini original bilan olsanglar, ko'proq xizmat qilib beradi sizlarga. Bo'lsa boshladik. Bunu ochamiz. Hammasi o'zini ranglar bilan ajratilgan. Qo'shimcha ham qiyin emas. Olib bu mana BK rangimiz, mana bu yerda BK deb yozilgan. Shuni ochamiz, shu rangni. Yo'g'irmaslik uchun ikkinchi rangimizni ham qo'shib yuboramiz. Bu C rangimiz, mana C bunisida mana bu tarafida bor.
Qora rangimiz to'ldi. Nasti olsa ham bo'ladi. Ko'k rangimiz ham bo'ldi. Ko'k rangimizni ham olamiz. Uchinchi rangimiz bu M rangi ekan. Buni M bor qilamiz. Rangimiz ham bo'ldi. Bu oxirgi rangimiz bu Y rangi. Y rangi qo'yamiz. Yeni rangimiz ham bo'ldi. Ranglarni qo'ydik. Endi buni yopib endi yoqamiz printerimizda. Boshlashda bu yerda tilni til tanlaymiz. Bu yerda rus tili bor. Endi ko'pchilik rus tili tushungan uchun rus tilini tanlab olamiz. Okay. Настройкалар mana ki ko'ramiz. Ana u заливать biz soldik, rang qo'ydik. Okni bosamiz. Затем, чтобы цвет будет увеличен. Okey. Mana ki hozir bu rang bilan to'ldirganimizdan keyin 5 sekund bosib turing, so'roq tugmasini deyapti. So'roq tugmasini 5 sekund bosamiz. 1 2 3 4 5. Endi mana push tugmasini bosing deb aytyapti. Mana push tugmasini bosamiz. 10 daqiqa endi nastroyka bo'ladi. Nastroykamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu o'rtacha 10 daqiqa vaqtcha o'zi nastroyka qiladi. Endi mana tayyor bo'lgandan keyin готов tugmasini bosamiz okda. Bitta printerga pechati.
Yana okni bosamiz. Printerimizni ham tushirib oldik. Endi buni ishlashini ko'rish uchun hozir ko'ramiz. Rangli qilib boshladik. Svet. Bu yerda mana svet rangli pechatni tanlaymiz. Okey. Pechatni bosamiz. Printerimiz ishlashi ham tezroq, tez chiqarib berdi. Solishtirib ko'ramiz mana ki. Ko'rib turganlaringizda farqi yo'q. Faqat bu karton bo'lgani uchun mana bu qog'ozimiz karton bo'lgani uchun sal tiniqroq chiqqan. Bu oddiy A4 qog'ozga chiqqan. Agar buni ham qalinroq, yaxshiroq qog'ozga chiqarsa, shuna qilib rang tiniq qilib chiqarib beradi, lekin mana qolishmaydi sifati. Printerimiz juda yaxshi. Buni 1 yil kafolati bo'ladi. 1 yilgacha biror joyda agar muammosi bo'lib qolsa, shu servislar bemalol hamma joylarni o'zlari to'g'rilab berishadi. Buni ko'p ustalarimizdan maslahatlashdik, olishdan oldin shu Epsonni maslahat berishdi. Canondan ko'ra sifati yaxshi deyishyapti. Yana hali ishlatib ko'rib, yana sizlarga video qilamiz. Keyingi videolarimizda Canon haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Kimga yoqqan bo'lsa, bemalol olib ishlatsanglar, do'konlarga, panketlarga ishlatish uchun juda yaxshi. Sifati puli ham unchalik qimmat emas, $250 atrofida chiqadi. Bu printerimizda yana bir qulaylik taraflaridan bittasi. Bu printerda bemalol telefonga ulasa bo'ladi, Wi-Fi orqali ishlaydi. Epson Print degan Play Marketda programma bor. Shu Play Marketdan shuni ulab, skachat qilib, shuni ustanovka qilsanglar, mana shu telefondan pechat bersa ham bo'ladi, xuddi kompyuterdan pechat berganda. Rasmni, bironta dokumentni farqi yo'q. Kompyuter bo'lishi shart emas. Wi-Fi orqali o'zi ulab, nastroyka qilgandan keyin telefondan bemalol pechat bersa bo'ladi. Uni ham keyingi videolarimizda yana ko'rsatib o'tamiz. Telefonga qanday ulash haqida ma'lumot berib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat.